Ularni yonida bo'lganimda o'zimni juda ham qulay his qilaman. Va yolg'iz qolish orqali men shuni angladimki, BTSdagi barcha bilan birga bo'lganimdan juda baxtliman. Loyiha Arya tomonidan Bangtan olami Telegram va YouTube kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. BTS a'zosi Jin Rolling Stone ko'rsatuviga yana bir marta xush kelibsiz. Rolling Stone ko'rsatuviga yana bir marta kelganimdan faxrlanaman. Siz bilan yana uchrashish men uchun sharaf. Oxirgi marta ko'rganimdan beri juda ko'p ishlar qildingiz. Misol uchun Loser qo'shig'i. Bu qo'shiq menga juda yoqadi. Xohlasangiz hozir kuylab berishim mumkin. Ha, iltimos. Hazillashdim. Hozirgi rock guruhlari yaratayotgan rock musiqasidan ancha yaxshi bo'lgan rock musiqasi bu. Shu qo'shiq haqida gapirib bering, u juda zo'r. Bu qo'shiq koreyalik Cho Yena ismli artist bilan birgalikda hamkorlikda yaratilgan. Koreys yoshi bilan aytadigan bo'lsam, men hozirda 35 yoshdaman. Va men bu qo'shiqqa yoshlik muhitini qo'shishga e'tibor qaratdim. Bu qo'shiq sizga yoqqanini eshitib juda xursand bo'ldim. Rock musiqalari menga doim juda yoqqan. Va men uni doim o'zimning yakkaxon albomlarimga qo'shishni juda xohlaganman. Shuning uchun men bu safar juda ko'p so'rovlarni amalga oshirdim. Dastlabki vaqtlarda men kutgandek bo'lmadi. Shuning uchun doim so'radim, bu joyida yana ham shovqinli qilarmiz. Agar ovoz o'zgartirsak nima bo'ladi? Men juda ko'p o'zgarishlar qildim. 35 yosh bo'lish qanday tuyg'u? Siz juda ham yosh ko'rinasiz, tashqi ko'rinishingiz juda ham ajoyib. Siz bu narsalarni ko'p o'ylaysizmi? Jismoniy jihatdan bu juda ham og'ir. Hozirda jismoniy jihatdan juda ko'p harakatlar biroz qiyin tuyulishi mumkin. Lekin bular mening zimmamdagi yuk. Tomoshabinlar uchun men o'zimni eng yaxshi formada ko'rsatishim kerak. Shuning uchun men ko'p ishlashim kerak. Siz juda ko'p mashq qilyapsiz. Rostini aytsam, men boshqa a'zolar kabi yaxshi harakat qila olmasligimni bilaman. Shuning uchun men mashq qilish uchun doim erta kelardim yoki ularga yetib olish uchun yana qolib mashq qilardim. Hozir ham shunday qilaman. Lekin siz juda kelishgansiz. Ha, mening omadim kelgan. Lekin buni inkor etib bo'lmaydi. To'g'ri, men boshqa a'zolarga qaraganda kelishganman. Ularning barchasi juda kelishgan bo'lsa ham, guruhda hech bo'lmasa bitta ustun tarafim bo'lishi kerak. Bilasizmi, biz hozir juda chuqur gaplashyapmiz. Siz rock guruhlari bilan birgalikda gastrol safarida bo'ldingiz. Bu BTS bilan gastrol safariga chiqishdan ancha farq qiladi. Bu tajriba kelajakda albom ustida ishlashda yoki BTS bilan gastrol safarda bo'lishda qanday qulaylik olib keladi deb o'ylaysiz? Men yakkaxon gastrol safarida faqatgina bir necha oy bo'ldim. BTS bilan esa birgalikda 10 yildan ortiq gastrol safarlarida bo'ldik. Shuning uchun bu ikkala tajriba bir-biridan katta farq qiladi deb o'ylayman. Guruh 10 yildan ortiq muddatdan beri musiqa yaratish va uyg'unlikni ta'minlash bilan shug'ullanadi. O'ylaymanki, biz hech qanday muammosiz gastrol safarlarida uyg'unlikni qaytara olamiz. Barcha a'zolar gastrol safariga chiqishni xohlashdi. Ular jon-jahdi bilan bunga urinishmoqda. Menga yetib kelishi biroz qiyin bo'ldi, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Maryam Barrer, Permission to Dance qo'shiqlari chiqqanidan keyin BTS kimligi haqida chalkashliklarga duch kelganligini aytdi. Guruh uchun yangi yo'nalishdagi musiqalar kerak. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Aslida men bu masalada boshqalar bilan birgalikda to'liq rozi bo'lmaganman. Chunki musiqa bilan siz ma'lum bir natijalarni ko'rasiz, to'g'rimi? Shuning uchun men bizning sevimli musiqalarimiz bizni kim ekanligimizni anglatishiga ishonardim. Lekin hamma ham bunday fikrda emas edi. Juda ko'plab muhokamalar bo'ldi. Bizning kim ekanligimiz, ilgari yaratgan musiqalarimizda ifodalanishi haqidagi fikrlar tufayli men amin bo'ldimki, musiqalarimizdagi bizning haqiqatimiz bizning kim ekanligimizni anglatadi.
Umuman olganda men qancha vaqtdan beri birga ekanligingiz haqida so'ramoqchiman. Harbiy xizmat, yakkaxon albom ustida ishlash, ular ham BTSdan uzoqda o'tkazilgan vaqtlar edi. Va endi sizlar yana birgasizlar. Bu vaqt jamoaga bo'lgan nuqtai nazar, sizning jamoadagi rolingiz va jamoa hayotiy nuqtai nazaringizni qanday o'zgartirdi? Men shunchaki boshqa a'zolarni juda sog'indim. Albom ustida bir yil ishlash orqali harbiy xizmat tufayli birga o'tkaza olmagan vaqtlarimizni qopladik. Ularni yonida bo'lganimda o'zimni juda ham qulay his qilaman. Va yolg'iz qolish orqali men shuni angladimki, BTSdagi barcha bilan birga bo'lganimdan juda baxtliman. Eshitishim bo'yicha bu albom uchun 100 ga yaqin qo'shiqlar yozgansizlar. O'ylashimcha, sizning muallifligingiz asosida yaratilgan musiqalar albomga kiritilmagan qo'shiqlar ro'yxati orasida. Bular qanday qo'shiqlar edi? Rostini aytadigan bo'lsam, men hali bu haqida hech qayerda gapirmagan edim. Haqiqat shundaki, men hech bir qo'shiqni yozmaganman. Chunki men o'sha paytda hali ham yakkaxon gastrol safarimda edim. Studiyaga kelgan paytimda allaqachon 100 ga yaqin qo'shiqlar yozib bo'lingan edi. Shunday qilib biz ularning eng yaxshilari uchun ovoz yoza boshladik. Bu taxminan 17 kuncha davom etdi. Mana shular bilan jarayon ham o'z nihoyasiga yetdi. Yozuv taxminan 3 oy oldin rejalashtirilgan edi. Va mening gastrol safarim esa bundan ancha oldin rejalashtirilgan edi. Shunday qilib vaqt imkon bermadi. Boshqalar harbiy xizmatda bo'lgan paytda muxlislarimiz zerikib qolishidan juda xavotirda edim. Shuning uchun men muxlislarimizning qalbini tinchlantirdim. Shu bilan birga musiqalar ham yaratildi. Albomdagi barcha musiqalar ajoyib. Agar mening bir nechta musiqalarim bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi deb o'ylamadingizmi? Menimcha bundan ham yaxshi bo'lar edi. Lekin boshqa a'zolar juda yaxshi ish qilishdi. Undan tashqari bu juda ham ochko'zlik bo'lar edi va o'z qo'shiqlarimni qo'shsam, jarayon o'zgarib ketardi. Bu intervyu bir necha oydan keyin bo'lardi. Muxlislar bundan biroz zerikib qolishmasmidi? Albatta, men biroz xafa bo'ldim. Lekin hayot faqat hozirdan emas, kelajakdan ham iborat. Va albatta, menda bunday imkoniyatlar juda ko'p bo'ladi. Hafsalam biroz pir bo'lgan bo'lsa ham, o'sha paytda men qila oladigan yaxshi ish edi bu. Qizig'i shundaki, Jinning rock musiqalari a'zolarga juda yaxshi ta'sir qilgan ko'rinadi. Sizning musiqalaringiz albomda bo'lmasa ham, aynan siz yoqtirgan rock elementlari albomga kiritilgan. Albomda rock elementlari juda ko'pmi yoki ozmi, aynan bilmayman. Bizning guruhimiz asosan hip-hop yo'nalishiga asoslangan. Shunday bo'lsa ham barcha a'zolar rock musiqasini juda ham yoqtiradi, lekin men uning eng ashaddiy fanatiman. Shuning uchun ham mening yakkaxon albomim rock uslubiga asoslangan. Lekin bu narsa albomga ta'sir ko'rsatganmi yoki yo'qmi bilmayman. Men har joyda rock kayfiyatini sezdim. Agar shunday narsa bo'lsa, boshqalar meni konsertda ko'rib, o'zlari ham sahnaga chiqishni xohlashlarini aytishda davom etaverishdi. Agar men biror narsaga ta'sir etgan bo'lsam, bu mening konsertim boshqalarga ilhom bergan bo'lishi mumkin. Ular buni juda xohlashdi va bu ularga turtki bo'ldi. Bu ta'sirli bo'lgan bo'lishi mumkin. Free bir marta konsertda maxsus mehmon bo'ldi. U men bilan birgalikda sahnaga chiqish qilgan paytida u yerni juda sog'inganini his qildi. Sahnada yig'lab yubordi. Barcha davrlarning eng yaxshi 5 ta rock guruhi. Men sevib kuzatadigan rock guruhlari juda ham ko'p. Lekin menimcha ularni ro'yxat sifatida shakllantirishimiz bu biroz adolatsizlik bo'ladi. Shuning uchun menga eng yaqin va men eng hurmat qiladigan guruhlardan birini aytaman. Men Coldplay guruhini juda ham yaxshi ko'raman. Ular mening yuragimni kuylaydilar. Iltimos, ikkinchi o'rinni ham ayting. Sizning eng yaxshi ko'rgan rock musiqangiz. Shunga qarab aytadigan bo'lsak, Coldplay guruhining Viva la Vida musiqasi. Men ularning konsertida 2 marotaba bo'lganman.
Ular bilan ancha kech bog'langan bo'lsam ham men bu musiqani juda ham yaxshi ko'raman. Shunday qilib musiqani eshitayotgan paytimda sahnaning orqasida sakrab-sakrab yurganimni hali ham eslayman. O'sha sahnani tomosha qilganimda yuragimni tez urganini his etaman. Bu juda ham hayajonli, emotsional. Bu menga ilhom beradigan qo'shiq turi. Shuning uchun ham albom yaratayotgan paytimda bu qo'shiq haqida juda ko'p o'yladim. To'g'ri aytasiz, Coldplay va U2 guruhlari yetarli darajada ajoyib hisga ega. Jin aynan mana shu ilhomni izlamoqda. Siz musiqiy va hissiy jihatdan portlashni nazarda tutyapsizmi? Aynan amin emasman, chunki men konsertlarda ko'p bo'lmayman. Shuncha konsert bergan bo'lsam ham, shuncha konsert ko'ra olmaganman. Lekin bu bosqich. Albatta, to'g'ri, boshqa juda ko'p qo'shiqlar va boshqa juda ko'p qo'shiqchilar bor. Lekin aynan mana shu qo'shiq menga o'zgacha tuyuladi. Jamoada eng katta a'zo bo'lish ma'lum darajada mas'uliyatga ega. Shuningdek, dono ham bo'lish kerak. Siz hamma narsani boshdan kechirgan birinchi odam edingiz. Shuningdek, harbiy xizmatni ham birinchi o'tadingiz. Jamoada eng yoshi katta bo'lishning ijobiy va salbiy tomonlari nimada? Men jamoada eng kattasiman, lekin aslida a'zolar menga eng kattaga muomala qilishgandek muomala qiladilarmi? Ular shunday qiladimi? Menimcha, ular meni eng kattasi deb bilishmaydi. Men ham xuddi shunday. Lekin ular men bilan do'stona munosabatda bo'lishadi va aka deb murojaat qilishadi. Ular menga qulay munosabatda bo'lishadi. Aynan mana shu narsa menga yoqadi. Menimcha, buning teskarisi, ya'ni ular menga beparvo munosabatda bo'lsa menga yoqmaydimi? Masalan, ular mening dumbamga ursa, bu menga eng yoqmaydigan narsa. Aslida 35 yosh juda yosh. Ha, bilaman. Lekin men tushundimki, 25 va 35 yosh orasida farq bor. Va jamoada siz bu narsani boshdan kechirgan birinchi odamsiz, shundaymi? Siz haqsiz. Bir safar hamkasbim menga nima deganini aytay? U, Jin, agar qiyinchiliklarga duch kelsang, ko'proq harakat qilsang, uni yengib o'tishing mumkin, dedi. Va u mendan 2-3 yosh kichik edi. U 2-3 yildan keyin meni yonimga kelib shunday dedi. Meni hozirgi yoshimda o'zingni juda yomon his qilganmisan? Men bilmagandim. Sizning teleko'rsatuvingiz ham juda katta muvaffaqiyatga erishdi. Hammaga bu yoqdi. Buni qilayotgan paytingizda kelajakda ham yana shunga o'xshash narsa qilish kabi g'oyalar tug'ilganmi? Men har doim bu guruh bilan birgalikda bo'lmasa, davom etish uchun hech qanday sabab yo'q deb o'ylayman. Menimcha, yakkaxon karyera men uchun unchalik ham muhim emas. Agar biror narsa qilishni istasam, shunday bo'ladi. Muxlislar zerikarligi tufayli guruh ichida yangi narsalarni sinab ko'rish. Men aktyorlik yoki shunga o'xshash narsaga qiziqmayman. Shunday qilib siz bu narsadan butunlay voz kechdingiz. Bu shunchaki aylanib yuradigan voqea. Men bu imkoniyatni yillar davomida o'ylab ko'rmaganman. Vaqt to'g'ri kelmasligi haqida o'ylaganman menimcha. Lekin vaqt juda ko'p vaqt davomida to'g'ri kelmasligiga aminman. Keyingi 5 yil uchun shaxsiy maqsadingiz nima? Mening eng katta maqsadim BTS bilan birgalikda gastrol safariga chiqish edi. Va dunyo bo'ylab iloji boricha ko'proq muxlislar bilan birgalikda uchrashish. Lekin biz birinchi marta sayohat safarimizni tuzgan paytimizda u yerda unchalik ham ko'p emas edi va atigi 3-4 oy davom etardi. Qaytganimizdan keyin juda ko'p insonlarga va'da berganimizni o'yladim va biz va'damizni buzganimiz kabi tuyuldi. Men bu turni boshqatdan tuzishni xohlayman. Shunda yana ham ko'p shaharlar bo'ladi. Shunday qilib biz hozirgi tur jadvalimizga yetib keldik. 3-4 oylik gastrol safarini 1 yilga cho'za oldik.
Bu yerga kelganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan birgalikda Arya bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.